Qishloqdan milliardlik biznesgacha Anvar Temirov ilk marta barcha raqamlarni ko'rsatdilar. 1 trillion 166 milliard 1 million dollarlik yangi hovlisini 10 tadan ziyod aniq Samarqandda quryapman. Toshkentda Lunacharskida hovlim bor. Toshkentda quryapman hovlilar. Bu yerda quryapman. butun yangi mashina kolleksiyasini Общий umumiy 70 tadan ziyod. Nimaga hali ham Rolls-Royce yursiz-da? Hozir bitta joyga olib boraman, ko'rsataman. va samarqandlik multimillionerni garderobini qanday bo'lishini bizga eksklyuziv formatda ko'rsatdilar. 100 ming atrofida soatlaringiz bor ekan. Hali hech kim bilmaydigan 8 million dollarlik yangi biznesni ham bu videoda bilib olasizlar. 4 million dollar investitsiya mebel zavodga qilyaptilar. 3,5 million dollar investitsiya mashinaga qilyaptilar. Umumiy hisobda bu zdaniya 7,5 million dollarlik investitsiya dekabrgacha qilyapti. Joyida hisobga olmaganda Yaxshilab joylashing. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki Anvar Temirov sizlarga 15 ming dollarlik sovg'ani tayyorlab qo'ydilar.